O'zbekiston Respublikasining 2026-yil 11-iyunda qabul qilingan sud ekspertlik faoliyati to'g'risidagi qonunini amaliyotga samarali tatbiq etish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Mazkur qonun sud ekspertlik faoliyati sohasidagi munosabatlarni zamonaviy talablar asosida tartibga solish, sud ekspertlarining mustaqilligi, xolisligi va kasbiy mas'uliyatini yanada mustahkamlash, davlat hamda nodavlat sud ekspertlik institutlari faoliyatining huquqiy asoslarini takomillashtirishga xizmat qiladi. Hozirgi kunda ya'ni sud ekspertiza sohasida davlat rahbari tomonidan katta e'tibor qaratilmoqda. O'tgan yili, ya'ni 2025-yilda chiqqan 270-sonli prezident qarorida ham shu ekspertiza sohasini tubdan takomillashtirish bo'yicha qator islohotlar nazarda tutildi. Bundan tashqari, kuni kecha 11-iyunda 1152-sonli prezident tomonidan qonun imzolandi. Qonunda juda katta islohotlar, juda katta yangiliklar nazarda tutildi. Bu ham kelgusida shu ekspertiza tadqiqotlarini o'tkazishda sifatini va ishonchliligini yanada oshirishga xizmat qiladi va bunda jismoniy va yuridik shaxslar o'sha murojaatlar asosida o'tkaziladigan tadqiqotlarni yanada sifatliroq olishga, yanada qulayroq, ya'ni ishonchliroq olishga bu o'zini katta xizmatini ko'rsatadi. To'liq ma'lumotlar kechki dasturimizda.